Assalomu alaykum hammaga. Jetur X90 mashinamizni mягкий amortizatorlardan qo'yibmiz, komfort amortizatorlardan. Mana o'ziniki. Bu amortizatorlarimiz tugadi. Bu oxirgisi, o'sha bu 12 komplekt kelgan edi, 12 ta mashinaga qo'ydik. Akamiz Toshkentdan kelgan ekanlar. Mana shu mashinaga qo'yib beramiz, nasib bo'lsa Xudo xolasa. Nasib bo'lsa Xudo xohlasa, endi bu amortizatorlar bir hafta 10 kunlar ichida yana kelib qoladi. Amortizatorimiz tugadi hozircha. Bir hafta 10 kunlardan keyin xabar olasizlar, agar kimga kerak bo'lsa. Tak. Amortizatorlarni ham mana qo'ydik, yangisini. Endi zashta qo'ymaganlar zashta qo'ydiringlar, setga qo'ydirmaganlar setga qo'ydirib olinglar. Ato mana shunaqa problema bo'lib, motor qizib, korobka qiziydi. Har 30 mingda korobka moyini almashtirish kerak.